Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun katak ko'rgani keldik. Kataklari bor ekan, mana 2 etajli katagi bor ekan, mana 1 etajli katagi bor ekan. Voy bilan. Kimga shuna kataklar kerak bo'lsa, mana shu mana 90lik 037 0750 raqamlariga telefon qilaverasizlar. 120 ga 90 ekan. 2 etajligi mana. Ko'raverasizlar, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ichlari mana fanerdan, yaxshi fanerlardan ishlatilgan ekan. 2 etaj bo'lar ekan. Bunisi ham mana xuddi shunaqa ekan, mana svet topgan. Ichlari ham dahshat. Baquvvat qilib ishlangan ekan. Xo'p, 1 etajligi mana ko'rishingiz mumkin. 1 etajligini ham. Xo'p, aka bularga faner ishlatilgan, toza. Baquvvat deyapti mana egalari. Ko'raverasizlar. 2 etajligi mana bo'yi, 1 etajligini bo'yi. Bu 2 etajligida 2 ta katakda bitta qilib qo'ygan ekan. Bunda bitta katak o'zi ekan mana. Murojaat qilaverasizlar, direct nomer qoldiramiz. Xo'p, manzilimiz shu mana Bag'dod mostdan shunday kelganlaringda yo'lda mana akfalar ham yo'lda turibdi mana. Sifatli temir ish darvozalar deb qo'ygan, mana pastida mana mashina pastiga qo'yib qo'yishgan. Egalariga telefon qilsalaring ham zakaz bersalaring, o'zlari dastavka xizmatlari ham bor.